أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Birodarlar, biz sizlar bilan hozir Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga berilgan mo'jizalardan biri oyindan dars ketishlik, ya'ni oyni ikkiga bo'linishligi haqidagi mavzuda suhbatlashamiz. Bu mavzuga kirishdan oldin biz bu mavzuga oid bo'lgan 3 ta mavzuni oldimizga qo'yib olamiz. Birinchisi, haqiqatdan oydan dars ketganligini, ya'ni oyni bo'linganligini odamlar ko'rganmi degan savol. Ya'ni kofirlar ham, musulmonlar ham buni ko'rganmi? Haqiqatdan shu narsa sodir bo'lganmi? Bu birinchi savolga javob beramiz. Ikkinchisi, Alloh taolo hamma narsaga qodir zot. Innalloha ala kulli shay'in qodir. Alloh taolo hamma narsaga qodir zot. Lekin bir qoida bor. Kitobut tavhidda, ahli sunna val jamoatining aqidalarida, butun musulmonlarning aqidalarida shunday bir narsa borki, Alloh taolo hikmatli zot. Alloh taolo hamma narsaga qodirligi bilan Alloh taolo hamma narsani qilishga qodir, lekin shu bilan birgalikda Alloh taolo hikmatli ham zot. Masalan, Alloh taolo biror bir payg'ambarga biror bir mo'jizani bersa, uning hikmati bo'ladi. Masalan, Alloh taolo aytayapti Qur'oni Karimda, agarda Alloh taolo hammani musulmon qilmoqchi bo'lganda, osmonni ikkiga bo'lib turib ham hammani musulmon qilib qo'yasdi. Bir tomonda jannat, bir tomonda do'zaxni ko'rsatib. Lekin Alloh taolo bunaqa hikmatsiz narsa qilmaydi. Yoki bo'lmasam Alloh taolo hammaga g'ayrioddiy mo'jizalarni ko'rsatib hammani musulmon qilsa bo'ladi. Lekin uni ortida hikmat bo'lmaydi. Alloh taolo shov ko'rsatmaydi, tomosha ko'rsatmaydi. Biror bir mo'jizani ortida insoniyatga bir ta'lim, bir bashorat, bir hikmat bo'lishligi shart. Boshqa din bilan islom dinining o'rtasidagi farqi nima? Boshqa dinlarga qarasanglar, masalan, men ko'p misol keltiraman. Hindu dinida kamaleni ushlab turib kamonni o'qiga bir narsani o'qib otadida million odam o'lib ketadi yoki bitta armiya o'lib ketadi bitta nayzani otishlik bilan. Endi shuni ular mo'jiza qilib taqdim qiladi. Endi keyin bunga savol chiqadi. Xo'p, buni nima foydasi bor insoniyat uchun? Alloh taolo hamma narsaga qodir deb turib shunaqa ko'rsatuvlar, shunaqa bir sirk qiladimi Alloh taolo desa? Yo'q. Alloh taoloning har bir ko'rsatgan mo'jizasida yoki Alloh taoloning har bir ishida, fe'lida hikmat bo'lishligi shart. Shuning uchun bizning ikkinchi mavzuyimiz nima? Mana shu oyning bo'linishligidagi Allohning ko'rsatgan mo'jizasida nima hikmat bor edi? Uchinchi savolimiz. Nima mana shu mo'jiza sodir bo'lgan bo'lsa, ilm fanga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Ilm fanga shu narsa to'g'ri keladimi, yo'qmi? Shu mavzuda inshaalloh suhbatlashamiz. Xo'p, birinchi biz mavzuga kirishamizki, iqtarabatis sa'a va shaqqal qamar. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytayapti. Qiyomat juda ham yaqin keldi va oydan dars ketdi yoki oy bo'lindi. Va in yaraw ayatan yu'ridu va yaqulu sihrun mubin. Agar u kofirlar biror bir mo'jizani ko'rsalar, yuz o'girirlar, bu o'tkinchi sehr derlar. Bu oyatdan nima dalillanyapti? Shu narsa dalillanyaptiki, oyni ikkiga bo'linganligini kofirlar ko'rganligi va kofirlarga nisbatan Qur'on e'tiroz bildiryapti. Aytayaptiki, ular shunaqa mo'jizani ko'rsa ham yuz o'giradilar deyapti. Bu oyatdan nima ma'lum bo'ladi? Bu oyatdan shu narsa ma'lum bo'ladiki, kofirlar ham oyni ikkiga bo'linganini ko'rishgan. Bu haqiqatan bu narsa sodir bo'lgan. Shuning uchun ham islom tarixini qarasak, kofirlarga nimaiki e'tirozlar bildirgan bo'lsa, kofirlar sirazi savol ko'tarishgan. Nimaga bizga tuhmat qilyapsan deganda qilib. Lekin hech qachon Muhammad sallallohu alayhi vasallamga qarshi chiqqan dushmanlar, kofirlar hech qachon musulmonlar kelib aytmagan. Sizlar nima bizga tuhmat qilishyapsan? Biz oyda bo'linganini ko'rmadik-ku deyishgan emas. Chunki kofirlar ham, Makka ahlidagi mushriklar ham
oyni ikkiga bo'linganini ko'rishgan va bu narsani katta bir sensatsiya qatorida arab diyorida juda bunday ommaga tarqab ketilgan. Hattoki tarixlarda aytiladi, Hindistondagi ko'p ibodatgohlar ham aynan ana shu voqeaga asoslanib templlar qurilgan. Ya'ni aytmoqchiligim bu katta bir ommalashgan bir g'ayrioddiy bir hodisa bo'lgan. Shu sababdan ham Qur'oni Karim kofirlarga qarab aytayapti: "Va in yaraw ayatan." Bu kofirlar Allohning oyatini ko'rsa ham baribir inkor etishadi. Va bu bir jodu, bir sehr deb qo'yishadi deb aytayapti. Mana shu oyatdan ma'lum bo'lyaptiki, kofirlar ham ko'rishgan. Undan tashqari Sahih Buxoriyda ketma-ket juda ham ko'p hadislar keltiriladi ki sahobalardan aynan shu voqealar bo'lganligi. Men bu hadislarga kirishmayman, lekin mana shu bo'lgan voqeani haqiqatan boshqalar ko'rganligini dalilini keltirdim, ya'ni Qur'on oyatini o'zidan va tarixdan qanday hech qachon, yana qaytarib aytyapman, hech qachon kofirlar islomga bu e'tirozni ko'tarmagan, bu voqea bo'lgan yo'q-ku, biz ko'rmadik-ku deyishmagan. Kofirlarning xomush qolishligi, jim qolishligi va Qur'onning mana shu oyatiga ular bu oyni bo'linganini ko'rsa ham ular yuz o'girib bu bir jodu deb, bir sehrgarlikka chiqarishliklari nimani aytayaptiki, mana shu kofirlarning mana shu e'tirozni kofirlar eshitib ham jim turishliklari, jim bo'lganliklari ularni ham haqiqatan kofirlar ham oyni bo'linganini ko'rganligiga dalil. Mana bu yerda bir narsani aytib ketishligimiz shart. Alloh taolo Qur'oni Karimda islomni haq ekanligiga juda ham ko'p dalillarni keltirgan. Juda ham ko'p dalillar ko'p. Lekin oyni ikkiga bo'linishligi bu kofirlarni musulmon qilishlik uchun yoki bo'lmasa kofirlarga islom dinini haq ekanligini dalillab qo'yishlik uchun bo'lingan deb aytishlik noto'g'ri. Chunki boya aytib o'tganimizda Alloh taolo hamma narsaga qodir zot, lekin Alloh taolo hikmatning asosida qiladi. Jo'ndan-jo'y men hamma narsaga qodirman deb turib, boshqa dindagilar Allohni odamlarga taqdim qilayotganidek xohlagan narsani qila oladi deb behuda narsalarni ham Alloh taolo qilib qo'yadi demaydi. Balki Alloh taolo har bir narsani qilgandan keyin uni hikmati bo'lishligi shart. Agar biror bir kofir oyni bo'linganiga ishonmayman, demak islom noto'g'ri deyishga haqqi yo'q. Chunki Qur'oni Karimning juda ham ko'p oyatlari, juda ham ko'p mo'jizalari bor Qur'onda. Bu oyni ikkiga bo'lingan yoki bo'linmaganiga ishonishligi yoki ishonishmasligi bu islom dinining haq yo nohaqligiga umuman ta'sir qilmaydi. Shu sababdan endi men oyni ikkiga bo'lingan bo'lsa, uni hamma ko'rgan bo'lsa, sahobalar ko'rgan bo'lsa, kofirlar ham ko'rgan bo'lsa va kofirlarning o'zlarini bu jim turib boshini yerga egib turishligi, ya'ni taslim bo'lishligi ularni. Keyin haqiqatan oy bo'lindi va biz buni jodugarga deb bu bir sehr deb o'ylaymiz deb ularni bu javobi Qur'on aytishi bo'yicha. Va Qur'on sizlar shu oyni bo'lingandan keyin ham sizlar buni sehr deyapsizlar degan so'zini kofirlar eshitib ham jim boshini egib qolishliklari, ya'ni biz ko'rmadik-ku bu oyni bo'linishligini. Nima sen bizga tuhmat qilyapsan? Nima Qur'on bizga tuhmat qilyapti? Demadi ular. Balki ular jim bo'lib qoldi. Hozirgi kungacha tarix bu haqida kofirlarning, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam paytidagi kofirlarning xomush, jim bo'lib e'tiroz bildirmaganligi shu narsani dalillaydi. U paytdagi kofirlar ham bu narsani ko'rgan. Xo'p, endi buni hikmatiga qaytamiz. Xo'p, Alloh taolo hamma narsaga qodir zot shu narsani payg'ambarimizga ko'rsatibdi. Buni hikmati nima? Ko'rsatib qo'yish kerakmi? Nimaga bundan ham kattaroq mo'jizalar ko'rsatsa bo'lasdi? Alloh taolo qodir, osmonni ikkiga bo'lib qo'yib Muhammad Allohning rasuli deb yozib qo'ysa ham bo'lasdi. Hamma shay iymon keltirib berasdi. Lekin hikmat bo'lishligi shart. Ya'ni odamlarga tarbiya, odamlarga bir bashorat va insoniyatga bir foydali mo'jizalar bo'lishligi shart.
Nafaqat u yerdagi kofirning, balki mo'min musulmonlarga foydali bo'lishi kerak bo'lgan hikmat bo'lishligi shart Alloh taolaning har bir mo'jizasida. Shuning uchun ham payg'ambarlar har doim Alloh tomonidan kelganda mo'jiza ko'rsatishgan. Mo'jiza ko'rsatishgan. Lekin payg'ambarlar ko'rsatgan mo'jizaga kofirlar iymon keltirmagan. Nimaga? Chunki kofirlar talab qilayotgan mo'jiza hikmatsiz mo'jizani talab qilishgan, behuda mo'jizalar. Ha, Alloh taolo hech qachon kofirlarni talabiga ko'ra hikmati yo'q, behuda mo'jizalarni ko'rsatmagan. Alloh taolo unaqa mo'jiza qilmaydi. Alloh taolo mo'jiza qiladi, ko'rsatadi va uni hikmati bo'ladi. Shuning uchun ham aqida mavzularida shu narsa ochiq yozilib qo'yilganki, Alloh taolo hamma narsaga qodir. Lekin Alloh taolo hamma narsaga qodir deb turib, hikmatsiz narsalarni ham Alloh qilgan, shunaqa qilgan deb ketsa bo'lmaydi. Uni hikmatini dalillashligimiz shart. Shunda biz nohaq din bilan haq dinning o'rtasidagi farqni tushuna olamiz. Masalan olamiz, ba'zi bir dindagilar, biz Xudo haqida shunday ishonamizki, Xudo hamma narsaga qodir, shuning uchun Krishnani to'rtta qo'lli qilib yaratgan desa, biz aytamiz, buni hikmati nima? Alloh taolo sen aytayotgan Xudo shunaqa hikmatsiz narsalarni qiladi. Nima foydasi bor insoniyatga? Degan shunaqa savollarni bersangiz, unda hikmat tugab qoladi va u yutkizadi. Lekin islom dini keltirayotgan mo'jizalarni Alloh mana bu narsani buyurdi yoki Alloh taolo mana bu narsani qildi deb aytsak, uni hikmatini tushuntirib bersak, insonning aqli lol qoladi. Haqiqatan bu hikmatli bo'lgan zot tomonidan ekanligiga qabul bo'ladi. Xo'p, endi biz bir savolni hal qildikki, haqiqatan oydan dars ketganligiga biz iymon keltiramiz va uni kofirlar ko'rganligiga ham iymon keltiramiz. Hattoki Mirzo G'ulom Ahmad hazratlari aytadi, hamma narsaga qodir deb bilgan musulmon, ya'ni Alloh taoloning hamma narsaga qodir deb bilgan bir musulmon qanaqa qilib inkor etishi mumkinki, oynikiga bo'linmagan deb aytish mumkin. Holbuki Alloh taolo hamma narsaga qodir. Ba'zilar ilm fanga asoslanib bu narsa bo'lishi mumkin emas deb turib inkor etishadi. Lekin Alloh taolo o'zi yaratgan qonunlarni buzmasdan boshqa bir yo'l bilan ham oynikiga bo'lishi mumkinmidi? Shunaqa qilib odamlarga ko'rsatish mumkinmidi? Mumkin deb turib bir joyini aytadi, Imom Mahdi hazratlari aytadi. Men bu so'zim bilan deydi, Alloh taolo sababsiz, ya'ni sabab yaratmasdan shunday bo'lib qat'i yopishtirib qo'ydi demoqchi emasman deydi. Ya'ni Alloh taoloning biron bir sababi bo'lgan borki, Alloh taolo o'zining bir sababini qo'llanib turib shu narsani sodir qilib odamlarga ko'rsatgan deb aytadi. Ya'ni sabab ilm fanniga zid bo'lmagan holda Alloh taolo bu ishni qilib ko'rsatgan deb shu narsani aytadi Imom Mahdi hazratlari. Xo'p, endi buni hikmatiga kelamiz. Buni hikmatini tushunish uchun bir tarixiy ba'zi bir voqealarni bilib qo'yishligimiz shart. U shuki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Xandaq jangi Xandaqda bir sahobalar kecha-yu kunduz qiylanib ish qilishayotganda bir tosh bo'ladi. Toshni sahobalar urib sindira olmaydi. Shunda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam chaqirishadi, "Ya Rasululloh, shunaqa bir katta bir tosh chiqib qoldi Xandaq kavlayotganimizda. Yordam bering" deydi. Va sahobalar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam chaqirganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelib, "Meniki shu toshni Alloh taologa duo qilgan holda qattiq bir uradi toshga qarab. Urganda o't chiqib ketadi-da, Payg'ambarimiz Allohu akbar deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana bir marta uradi, yana bitta o't chiqadi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Allohu akbar deydi. Shunda sahobalar so'raydi, "Ya Rasululloh, siz nimaga bunaqa g'ayrioddiy darajada Allohu akbar dedingiz?" deganda Payg'ambarimiz aytadi, "Birinchi urganimda deydi, Rum imperiyasini qulashini ko'rdim. Ikkinchi urganimda Fors imperiyasini qulashini ko'rdim" deydi. Ya'ni bu bir toshni Payg'ambarimiz nimaga misol keltiryapti? Bir katta bir kuchlarga misol keltiryapti-da va Alloh taolo Payg'ambarimizga ishoratan ko'rsatdi, qalbiga soldiki, mana shu ey Muhammad, sen urayotgan bu tosh aslida sen bu oddiy toshni urmayapsan. Sen aslida mana shu katta dunyodagi katta imperiyalarni chachib yuboryapsan
deb turib shunga ishora qilib payg'ambarimizga shu narsa ko'rsatiladi. Bir tomondan oddiy toshni sinishi bunday olib qo'yasiz. Ikkinchi tomondan oddiy toshning sinishligida katta bir bashorat payg'ambarimizga berilyotdi. Mana shunaqa bir ishora berilyotdi. Mana Alloh taolo qanaqa qilib o'zini sevimli payg'ambarlari bilan ba'zida suhbatlashgan. Birodarlar, xuddi shunaqa voqea Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan bo'lgan. Ki odamlar payg'ambarimizdan qayta-qayta mo'jizalar, shunaqa narsalar so'rashgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka da o'zi yolg'iz edi va barmoq bilan sanasa tugaydigan sahobalar payg'ambarimizga iymon keltirgan edi. Payg'ambarimiz juda ham zaif edi. Musulmonlar juda ham zaif edi, ya'ni dunyoviy jihatdan. Ana o'sha paytda Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga oyni ikkiga bo'linishligini mo'jizasini berdi. Ya'ni payg'ambarimizga vahiy bo'ldida odamlarga ayt oyni ikki bo'linadi, mana ishora qilib ko'rsat deydi. Imina payg'ambarimizga vahiy bo'lganda payg'ambarimiz oyga qaranglar dedi, keyin oydan dars ketadi. Qur'onda aytadi: "Iqtarabatis sa'a va shaqqal qamar." Qiyomat juda ham oz qoldi, yaqin qoldi qiyomatga va oyda yorug' ketdi degan so'z ishlatiladi. Dars ketdi. Endi agarda biz bu arablarni nimaga bu arablarga bu bo'lgan voqea va payg'ambarimiz buni mo'jiza qilib taqdim qilgan narsa arablarni nimaga bu darajada bunday musulmonlar ustida kulishga sabab bo'ldi va musulmonlarning ko'zga ilmashlikka sabab bo'ldi. Nimaga ular oyni ikkiga bo'linganiga, ya'ni oydan dars ketganiga iymon keltirishmadi? Ya'ni chunki aslida payg'ambarimiz oyni ikkiga bo'lindi deganda murod payg'ambarimiz odamlarga shuni aytayotganida shu yerda ki bo'ldi, mana bu mushrik qavm, sizlarning hukumatinglar tugaydi. Chunki arablarda oy bu arablarning podshohligi nazarda tutiladi. Bir hadisda keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayoli Hazrat Sofiya onamiz Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam turmushga chiqqanda yuzida bir chandig'i bo'ladi. Biroz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'raydi, bu yuzingizdagi bu chandiq qayerdan keldi desa, payg'ambarimizga aytib beradi. Ya Rasululloh, men oldin mana shu Yahudiy podshohning ayoli edim. Shunda bir tush ko'rgan edim. Shunda oyga turmushga chiqayotganimni ko'rgan edim. Shunda men tushimni qaynatamga aytganimda, shu oyga turmushga chiqayapman ekan desam, keyin meni qaynatam urgan edi, shunda shu yerim yirtilgan. Chandiq bo'lib qolgan deydi. Mana shu voqeada, ya'ni arablar nimaga urdi ana shu Yahudiy podshoh kelinini desa aytiladi. Chunki deydi, Yahudiy podshohning qaynatasi, ya'ni ana shu payg'ambarimizni ayolining oldingi qaynatasi, sen nima arablarning podshosiga turmushga chiqasanmikan deb turib urgan edi. Ya'ni tushda oyni ko'rishlar arablarning podshohligiga nazarda tutilgan. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oyni ikkiga bo'linganligidan ko'rib turib odamlarga aytmagan, mana oy bo'lindi, shuning uchun islom haq demagan, balki aytgan: "Ey odamlar, mana oyni ko'ryapsizlarmi? Oydan dars ketdi, mana o'zingizlar ko'rgandek." Bu oydan dars ketganligi, ya'ni oyni bo'linishligi bu shu narsaga ishora qilyaptiki, siz arablarning podshohliginglar tugaydi degan. Mana shu bashoratni bergan edi. Payg'ambarimizni hayron qoldirgan narsa oydan treshina ketgan emas edi va payg'ambarimiz odamlarning e'tiborini oydan dars ketdi, shunga qaranglar demadi. Balki payg'ambarimiz mana oydan dars ketdi. Buning alomati shuki, sizlarning podshohliginglar yo'qoladi endi. Arab podshohligi tugaydi deb aytmoqchi edi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Mana shu narsa nazarda tutilgan edi. Arablar shuning uchun ham iymon keltirmagan. Ki bu narsa sen o'zi ozchilik odam bo'lishsan, qanaqa qilib bizni podshohligimizni yo'qotib yuborasan senlar? Muhammadni biz Makkadan chiqarmay yo'q qilamiz, uni o'ldirib yuboramiz deb turib, ular musulmonlarning zaiflik holatini ko'rib turib iymon keltirmagan. Asl payg'ambarimiz da'vo qilgan nima edi? Mana oy ham bo'lindi, ko'rishdi. Iqtarabatis sa'a va shaqqal qamar. Qiyomat oz qoldi. Mana oy bo'lindi, ya'ni arab hukumati yo'qoladi. Buning o'rniga musulmonlarning hukumati keladi degan narsani payg'ambarimiz aytgan edi. U paytda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam juda ham zaif edi.
Makka dedi. Kofirlar payg'ambarimizni va musulmonlarni o'rab olib xohlagan kuyiga solishayotgan edi. Ana shunday bir qiyinchilik vaqtda, zaiflik holatda Qur'on oyati nozil bo'lganidagi qiyomat oz qoldi, bu Makka hukumati yo'qoladi. Chunki mana oyan bo'lindi degan ma'nodagi ishorani ko'rsatilgan edi. Mana shu bashorat keyin oradan uzoq o'tmasdan Makkadan hijrat qilindi 13 yildan, 23 yildan keyin taqriban butun arab diyorida arab hukumati tugab, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shariat asosidagi bir hukumati paydo bo'ldi. Haqiqatan mana shu bashorat ro'yobga oshdi bir muddatdan o'tib. Birodarlar, biz ikkita savolni hal qildik. Ya'ni birinchisi, haqiqatan odamlar oyni bo'linganini ko'rdimi degan savolga javob berdikki, ha, haqiqatan kofirlar ham musulmonlar ham oydan dars ketganligi, ya'ni oydan chakki ketganligini ko'rishdi. Ha, buni dalilladik. Bu savolga javob berdik. Qur'ondan va tarixiy voqealardan dalillar berdikki, haqiqatan odamlar bu narsani ko'rganligi. Ikkinchisi, buni hikmatini aytdik. Ya'ni buni hikmati, buni mo'jizasi oydan dars ketganligi yo oydan oy bo'linganligi mo'jiza emas, balki buni katta hikmat shuki, payg'ambarimiz shu oyni ikkiga bo'linganidan shu bashoratni olgan ediki, Makkadagi butun arab podshohligi tugaydi, uni o'rniga islomiy podshohlik bo'ladi degan bashoratni beryapti. O'zi Makkada zaif bo'lgan holatida. Mana shu hikmat edi. Va buni tarix bunga dalillanadi. Bu tarixda bu tirik bir mo'jiza hozirgi kungacha va qiyomatgacha bo'ladigan bir tirik mo'jiza insoniyatga qolgan ki haqiqatan payg'ambarimizning mana shu bashorati ro'yobga chiqib butun arab podshohligi tugadi va musulmonlarning podshohligi qoyim bo'lgan. Mana shu hikmati bayon etildi. Alloh taolo buni shuning uchun ko'rsatgan edi. Endi uchinchi savolimiz bu yerda qoldi. U nima? Bu ilm fanga bu narsa to'g'ri keladimi, yo'qmi? Bunga shunday yondashamiz. Birinchidan, biz musulmon o'laroq shu narsaga iymon keltiramizki, biz hali insoniyat to'la to'kis Allohning qonunlarini ihota qilib olgan yo'qmiz. Ki bu narsani Alloh taolo qandaydir yo'llar bilan odamlarga ko'rsatgan bo'lishligi mumkin. Birinchi varianti, kashf holatda odamlarga ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni ko'pchilikka kashf bo'lib, odamlarning ko'ziga shunday ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi varianti, hozirgi kundagi ilm fandagi muvofiq 4-xalifamiz shunday aytadi. Ana o'sha paytlarda oyga materik tushgan bo'lishligi mumkin. Materik nima? Katta bir tosh. Oyga bunday qarasak dog' bor-ku, to'g'rimi? Ana shu tosh tushganda oydan bunday chang ko'tarilganda oy ikkiga bo'lingandek ko'ringan bo'lishligi mumkin odamlarga. Aytmoqchiligim nima? Aytmoqchiligim shuki, asosan bu oynidan dars ketganligi, ya'ni odamlarga shunday ko'ringanligi, bu hech qanday bir ilm fanga zid emas. Bir kun insoniyat rivojlanib, mumkin bu narsani qanday bo'lganligi insoniyat tushunib yetishligi mumkin. Yoki hozirgi meni aytib o'tganimdek, u yerga materik tushib shunaqa bir odamlarga ko'ringan bo'lishligi mumkin. Yoki kashf holatda bo'lgan bo'lishligi ham mumkin. Kashf holat nima u? Masalan, Hazrati Jabroil alayhisalomni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam va sahobalar ham birga ko'rgan, bir musofir shaklda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yoniga o'tirganda bir musofir ko'rinishda Jabroil alayhisalom kirib kelib, iymon nima va hokazo degan bir katta bir voqea bor. Shunday bir savol beradi, shuni sahobalarga Payg'ambar hazratlari bilasizlarmi kim desa, ya Rasululloh, siz yaxshi bilguvchisiz, Alloh yaxshi bilguvchi desa, u Jabroil edi deydi. Ya'ni Jabroilni sahobalar ham bir inson shaklida ko'rishgan. Mana shuni kashf deb aytadi. Alloh taolo bizni to'g'ri yo'lga solsin, hidoyat bersin. Birodarlar, agarda mana shu mavzuda e'tirozinglar bo'lsa, qoldirishinglar mumkin inshaalloh. Va oxir davana alhamdulillahi robbil alamin.